Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz apelsin tarkibidagi C vitaminini aniqlash. Buning uchun bizga kerak bo'ladi kraxmal eritmasi, yod eritmasi, apelsin mevasi, idishcha va tomizgichdan foydalanamiz. Kraxmal eritmasini men 80 ml distillangan suvga 5 gram kraxmal kukunini solib, suv hammomida eritib oldim. Demak, apelsin mevasini olib, uni sharbatini siqaman. Yigirma millilitr miqdorda sharbat eritmasini tayyorlab oldim. Xo'p, demak, kraxmal eritmasidan 10 tomchi quyaman. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana kraxmal eritmamizni solib oldik. Endi unga asta-sekinlik bilan yod eritmamizni quyamiz, tomchilatamiz. Demak, ko'rib turganimizdek, sharbatimiz ko'k rangga kirdi. Sharbatimiz tarkibidagi C moddasini aniqlash uchun yod moddasidan foydalandik. Xulosa qilib aytganda, C moddasi apelsin mevasidan tashqari boshqa sitrus mevalarda, piyozda, sarimsoq piyozda, ko'katlarda bor. C moddasini iste'mol qilgan bolalar, insonlar o'sish va rivojlanish jadallashishi, moddalar almashinuvining tezlashishi kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.